Ramazon oyida Umra safariga bormoqchimidingiz? Centrum Premiumdan sizga maxsus takliflarimiz bor. Bu takliflarni boshqalardan topa olmaysiz. Birinchisi bu komfort darajadagi Le Meridian Towers mehmonxonasi. U sizga tarovih va tahajjud namozlarini haramda jamoat bilan o'qish imkoniyatini beradi. Ikkinchisi, barcha mehmonxonalar avtobuslari davlat tomonidan haramga yaqinlashtirilmayotgan bir paytda Le Meridian avtobusi sizni 2 daqiqada haramga eltib qo'yadi. Ushbu mehmonxona sharoitlari 4 yulduz standartlariga mos keladi. Bu xonalarning kengligi, barcha jihozlarning mavjudligi va mini oshxonasiga ham ega. To'rtinchisi, namoz oldidan ko'chalar berkitilib, haramga kirishga ulgurilmaydi. Shu sababli ko'plab hojilar tarovihni mehmonxona yoki yaqin atrofdagi masjidda o'qishga majbur bo'lishadi. Siz esa kelib ketish qulay bo'lgani uchun ro'zador holingizda ham tirbandliklarga duch kelmaysiz. Beshinchisi, saharlik va iftorlik taomlarimiz Soat mehmonxonasidagi nufuzli Uzbek Foods ovqatlari bilan ta'minlanadi. Bundan tashqari, Madinaga uchib, Jiddadan qaytasiz. Makka va Madina orasida lyuks Kia Carnivalda yurasiz. Komfort darajadagi brend mehmonxonada yashaysiz va bularning barchasi uchun atigi $1330 to'lov qilasiz. Batafsil ma'lumot olish uchun quyidagi raqamlarga aloqaga chiqing. Ulgurib qoling, joylarimiz soni cheklangan.